Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan topik 2da 5-6 savollarni ko'rib chiqamiz. Bu yerda muosib texnik qilinchi ko'rish pishiyor savol turiga kiradi. Ya'ni savolni o'qib nima haqida gap ketayotganini topishimiz kerak bo'ladi. Birinchi javoblarni o'qib chiqamiz. Changap, ya'ni qo'lqop degani, ibul, ya'ni ko'rpa, hajangpon, parfumeriya, so'nsugon, qo'l sochiq. Endi savolni ko'rib chiqamiz. Topchamajav, kumnararu, achimkaji, puvun hagu, tatithagi. Bu yerda bizga signal so'zlar bor. Ya'ni topchamaja so'zi bilan tatithagi so'zi bizga asosiy javobni topish uchun signal so'z bo'la oladi. Bu yerda Changap so'zi bu yerda signal so'ziga umuman to'g'ri mos tushmaydi. Ibul so'zi bu topchamacha. Ya'ni shu so'zga signal so'z bo'lib tushgani uchun shu javob to'g'ri bo'ladi. Hajangpon to'g'ri tushmaydi. Chunki hajangpon to'g'risida umuman gap ketgani yo'q. So'nsugon ham to'g'ri tushmaydi. Umuman bu haqida gap ketgani yo'q. 6-savolni siz ham yechib ko'ring va javoblarni kommentariyada yozib keting.